bir oy davomida kuniga 20 tadan ajinlarni qilish sizni ko'krak va yelka muskullaringizni kuchaytiradi. Kuniga 10 martadan turnik tortinish esa sizni qanot muskullaringizni yaxshilaydi va qomatni to'g'rilaydi. Kuniga 20 martadan priседание qilish sizni tabiiy testosteroningizni ko'tarishda eng zarur hisoblanadi va oyoq mushaklaringizni otamiz qoladi kuniga yolg'iz. 5-10 daqiqa Ular plankada bo'lmaganida bo'lmas mushaklarini kuchaytiradi va umurtqani bu ko'rkam zamonlarda ayol aziz mukammal erkaklarga so'z qolmas. Tasavvur qilinglar, mana men bir soch. Otalarning hurmati o'z joyiga Uni qo'ymaymiz. aylantirsa nima bo'ladi? Lekin onamiz Ichidan suv kunini chiqib ketadi. har Belimizni ham soniyada xuddi shunaqa o'ylaymiz. qilishimiz kerak. Telefonga Ya'ni qaraylik. aylantirib turishimiz Qachon kerak. qildik Qon yaxshi qo'ng'iroq? aylanishi uchun, Onajonim bel sog'lom bo'lishi uchun deymizu, qanaqadir otamiz nagozka chetda kerak. biroq. Hozir mashqlarni ko'rsataman. Uy sharoitida mashqlarni bajarasizlar. Belinglardagi diskomfort ketishni boshlaydi. Eng asosiy narsa bardavom. Nima qilsanglar ham ko'p